Besim bilan samaganlar bilan normali şu odatga turmush samirib ketganlarning o'ttirsidagi farq nada do'stlar? Men filmni so'zlab beray, bir tal yurak berib saqlayinglar. Mening %90% o'quvchilarimcha shu besim orqali samirib ketgan. Masalan, yangidan to'y qilib, balaliq bo'lgandan keyin shu balani buvoq bola qarayman, imitaman, uningga ega bo'laman, uyning ishlari deb nihoyat besim o'rlab ketadigan ayollar bor. Erlarning orasida masalan turmushning alakchiligi, xizmatning sababidan har xil o'ltirishlar bo'ldi, g'imi bo'ladi, uyning daykuni, mashinaning daykuni har xil besim ismlar bo'lib ketadi shunda qo'y. Ayollarning texmi ko'p hamdi. Bu sababdan samirib olganlarniki qo'saq bek yo'nab ketadi do'stlar. Chunki ma pir shunday emas, ya'ni besim hormonlari o'rlab ketsa, badandagi maylar parchalangan vaqtda qo'saqning oldiga kelib, qo'saqi yig'ilib, ichki a'zolarning atrofida xirchim bo'lib, shu yerda yig'ilib qoladi. Qarasangiz tutqunlari inchik qo'saq bek yo'nab ketganlarda, normaliy samaganlar qarasangiz hamma yer samirdi, yuzi, qo'li mandaq samirdi. Endi o'sha qandaq o'sha badandagi besim hormonlarini tövaltimiz. Ya'ni badanniki besimini tövalatgili bo'ladi degan vaqtda men oddiy usullarni o'tib qo'yay. Birinchisi uyqungizga biza ahamiyat bering. 3 soat uxlasangizmi, 4 soat uxlasangizmi, bu shu uyquga yaxshiroq kiradigan narsani qilaylik. Masalan, uxlashdan burun telefon o'ynab o'ltirmay, o'ydikilar bilan chiroyli paranglashib, yoki bo'lmasa bir yaxshi kinolarni ko'rib, yoki kitob o'qib, musiqa anglab, nihoyat yenik holatda yoki putingizni bir issiq suvga chilab, rahat holatda uyquga kiring. Uxlagan vaqtda ig'irroq yotqanlarni yepinsangiz, sizning to'pingizdan ig'ir bir narsa besib tursa, xuddi bir buvoq bola onasiniki balet qilsa yotgandek hissiyoti bo'lib, xotirjamlik, bexatarlik tuyg'usi pek yuqori bo'ldi ekan-ku. Bumi bizning besimlarimiz to'valtidi. Ikkinchisi kunduzlari vaqtimiz chiqsa 5 minutdan 10 minutgacha bo'lsa oftob qoqlanib beraylik kunduzlarda atdiganlari. Undan keyin cho'nqur nafas olib bering. O'zingiz to'xtatib o'libchi, masalan, bir kunda bir haqiqatan bir 5 minut cho'nqur nafas olsangiz, shuni badandagi besim hormonlarini tushirdi. Besimingiz yenikildi degan gap, ishtaringiz turaqlashdi degan gap, og'riqlashingiz nihoyat unumli bo'ladi. Texim yaxshi oddiy bo'lgan turmushga yaqin o'sha og'riqlash usullarini o'rganib olsangiz, undidorini qo'shib hamda aloqalashsangiz bo'ldi. Billa g'ayrat qilaylik.